Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hammanglarga shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Men Tug'liq Hamiddan hammanglarga salom qarindoshlar. Qanday ahvolinglar, yaxshimi? Yaxshi turibsizlar. Men yarim soat, yana 15 minutdan keyin ishga ketishim kerakdi. Shunga qoldirdim. Qisqalab so'zlab ketmoqchi, ba'zi bir masalalar tufayli. Shuni ovoz chiqayotgan bo'lsa, ovoz qanday chiqyapti, suzukmi, qanday chiqyapti, shu to'g'riliqda bir qarindoshlar tegi yezversanlar, ovoz yaxshi yoki g'ij-g'ij bor yoki nima masala bor debchi. Ovoz bormi? Ovoz chiqdi. Qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Men ham sog'-salomat kelib oldim. Manga bir ish bo'lmadi. O'zimning davlatda yashayapman, yani normal o'zimning xizmatini qilib, o'zimning ishlarini. Akin avoylik nimada ovoz boshma azatga, mana orji yaxshi emas ekan-ku. Shu qaysi kuni mana nimada bo'lgan ishlardan ma'lum xabar bor. Ondan keyin u yerdaylik meniki bunda bir qo'limni kaynimga bunda tutib tursam, saqchi akatdi, u bu bizga bir gap so'zlarga o'xshaydi. Men bor qarindoshlar, meni saqchi akatmidi, men chiroyli o'zim turish ustida qaytib keldim. U kuni shu qo'limni shu kaynimga tutib turib qolgandim, shuning qashda ko'rinib qopti. Men hech qanday yerga qochib ketmadim, hech qanday mas'uliyatdan qochmadim, hamma yerda bor. Mana videoda to'liqroq chiqibdi. Yapılamadı. ID passport, something like that. Ben bağımdı. Bunun bu yakın evet otamsam bulandı. Bu sakçıyla boğan paranlar ki bir yerdeki. Kağa işler diye şu Gollandiyadaki qarindoshlar özleri hem diye hükümetler qanday gaplashadi, kağa işler eşeği kaldı. Ben bu tema to'g'risida yana ochiq-to'chiq so'zlashni xohlamayman. Men uchun bu ish tugadi. Men faqat o'zimniki adamga chiqib ega oldim, qaytib keldim. Men buni bu yog'iga boshqalar chiqib haqorat qilamdi, uni qilamdi, buni qilamdi. Men o'zimni qilishni, tegishli ishimni qildim. Men naq maydonda ishni tugatdim deb o'ylayman. Qağa ishni ham ashadki qarindoshlar o'zlari ziyarkashib uchirgan qarindoshlar Gollandiya hukumati bilan saqchilar bilan qanday qiladi, o'zlarining ishi hamda nimeti amda mayada bir masala chiqib qopti. Qaysi kuni men ketgandan keyin mana Ershad inimiz men va Abdukim akamiz, Abdushkur akamiz to'g'risida bir gaplarni qilgan o'xshaydi. Men ko'rdim. Amda bundan nima deyman degan chog'da Abdukim akamizni men taniyman, o'zimdan beram. Undan masala yo'q. Ershad endi nima uchun undaq deb qoldi, uni bilmayman. Ershad o'zi chiqib javob berish kerak bu masalaga. Buni hamda ma'voyliq Zumrat Tursunninki, yana bir qora konti bor, qarindoshlar bilisizlar, o'sha Dilmurat Abdat degan narsada, o'sha u yerni kesib, shunda taqitib yuribdi. Men o'zimni bilmaydigan ishlarga u. Hamda shaxsan meni hamda undan narsalarga amroq u bu degan bo'lsa, menimcha har qanday bir normal erkakniki normal bo'lsa, oq tarafni ishlatmasa, normal oldi tarafni ishlatsa, menimcha u bir normal deb qarayman. Anadagi Ershadniki masalasiga kelsak, men bo'lamdiq, Abdushkurkan bo'lamdi, Abdukim akamiz bo'lamdi, hech qachon biz yomonlik qilib boqmadik. Ammo Ershadniki bu narsalarga inkosma qaytirib o'tolmayman. Chunki Ershad mening ota-onamni tillamabdi, mening hadamni tillamabdi. Lekin menga ega chiqdim deb turib, otish bilan pulda manfaatda nim qilgan yaxshi rahmat aytbarkan. Ammo shu nimada pulda manfaatda kelishgan otish uchunki rasvochiliklarni ochiq chashgan chaqda Zumrat Tursun shu yahudlarga ham besib meningki ota-onamni, adlarimni ig'ir ahonatlar bilan tilladi. Shu chaqda Ershad inimiz to'g'liqam rastavotdi deb menga chiqib
men tarafda turib, menga igi chiqib qilgan chaqda, Ershadningki rahmatlik dadisi tugab ketgan chaqda, dadimiz, rahmatli dadimiz Ershad enam turmadan o't etib chiqqan chaqda Xitoy dadisini o'ldirib etdi. Anandan keyin bu Zumrat Tursun shu daqiqa yurganlik meyitning namozini shu torlarda haqoratlab, tillab, balaning psixikasini buzib qo'ydi. Balaning psixikasi meningcha olgan chaqda toza, endi meningcha olgan chaqda balam charchidi, jiqjidallarni chekirdi, turmalarda yotdi. Men uchun bo'lgan chaqda men bu inimizda hech narsa ko'rmayman. Meni degan bo'lsa, meni debdi. Men u yonga kelib, ya Mirzat Yo'lbos u yonga kelib, biz o'zaro urushib, to'rni bulg'ab, mehnat gap qilib, burunqidek seninki undaq dipinga usul o'ynamaymiz. U zamonlar ketmasga ketdi. Seninki o vaqtlarda endi bizdan foydalangansan, biz mi sendan foydalanib o'tgan deb bo'ldim. Ondan keyin men to'g'risida meningki men bir tashkilotning a'zosi emas. Men bir shaxsiy puhra. Meningki sen axloqimga, ya'ni bir narsamga seninki sen javob bermoqchi bo'lsang, sana men bir gapni qilay, sen mening axloqimdan darsni kimda olsa degan chaqda qizing ishparaydan olasan. Sen Shvetsiyaga kelgan chaqda ishparay bilan meni sen bir yotoq tashlab qo'yib tekshirib ketgan vaqtingda men ishparayga adabsizlikdan qildimmi, yo ishparay bilan jinsiy munosabat o'tkazdimmi, yo biror telefon nomerini so'radimmi, yoki bir boshqa yerlar bilan yozdimmi, yozmadimmi, uni shu qizingning og'zida anglasang, qizing sana deb berdi. Agar qizing tug'liqqan bilan yotdim, qopdim desa, sen asharni mening ashu tarafimni ko'rsang bo'ldi. Voy ya, biz normal paranglashdik. Faqat mendan bir narsalarni so'radi. Masalan, Mirzat Yo'lbosningki akisini Xitoyning Gobaoninki deb bir narsani yo'llabdi. Shu chaqda men qizdan so'rdim. Mush nadin keldi ukam, ma'uni Shvetsiya bexatarlik idorasiga kirgan narsa, men to'kma to'p qolmasin degan vaqtimda qizi, aka buni opam biladi, opamga kelibdiki, men bilmayman degan. Men shu vaqtda ham telefonni to'g'rilab turib, uning ichida degan nim bilan video qilib qo'ygan edim. Undan keyin biz mushu mustaqillik munbirini quramiz deb butunlay kuchimiz bilan biz 60 tashkilotni imzo atqizib 39 tashkilotni yiqqan vaqtimizda Sayfullo, G'ulom, Zumrat Tursun va uningki qora akkauntlar orqali bizningki milliy mustaqilligimizningki nimasiga shu Amerikada biz e'lon qilamiz yoki Kanadada e'lon qilamiz degan vaqtida buni buzivatdi qarindoshlar. Yo'q bahonalar bilan Tomaris Almas xonimni haqoratladi, Dilyar Musabayni Sayfullohlik birlik to'pining ichida haromdan bo'lgan deb tilladi, buzdi bu ishni, undan keyin tashlab berib chiqibdi. Bularning yag'an qarindoshlar, bularning mustaqillik davatqanlarning hammasi yag'an. Siyosat ilmida siyosat degan nima degan chaqda, siyosat degan kelish san'ati. Menda bani sen bersan, senda bani men berman, manfaatga bog'langan narsa. Bizningki agar bularningki haq, huquq, manfaatlari, bularningki qalbi, yuragi Sharq Turkistonga bog'langan bo'lsa, bunda chuparandi jidallarni qilmaydi. Biz hamma tashkilotni yig'ib, bir yerga akab, tarix to'paqmaga ishni qilgan vaqtimizda, bular anondan keyin yuqlan bahonalar bilan Yahudlarni yavatgan pulni bilib qoldik. Solihning fo'shicholar bilan ishbirligi qilayotganligini, yugrab yurganligini Serikchan bilan shublar bilan bilib qoldik. Bu narsalarni Zumrat Tursun bilmamda biladi qarindoshlar. Nima uchun o'tgan yili 5-oyda Roshan Abbaslar Amerikada butun dunyo Uyg'ur qurultiyi, butun munofiqlar tashkilotlarini yig'sa, ularga qarshi G'ulom bir yig'iz gap qilib qo'ymaydi. Zumrat sahifasiga chiqarib bir yig'iz ularni tinlamaydi. Nima uchun mustaqillikni xohlagan tashkilotlarni Xitoyning odami, Xitoyninki deb bularni qiladi? Buni qarindoshlar o'ylasaqlar, bu chiqadigan masala. Siz normalda bir mashina haydab ketib o'tib, mashinaning motoridan yoqqan bo'lsa, ya paychugondan masala chiqqan bo'lsa, ya tormozdan dastsang tormoz tutmagan bo'lsa, meyadan masala chiqibdi deb bilib olasiz. Bu normal sistemaga tushirayotgan davoni bular buzib tashlab, anandan keyin bizningki mushu Sharq Turkiston mustaqilligi degan mushu qarindoshlarimizni tillab qo'yindi, haqorat qilib qo'yindi, ish birligini buzivatdi. Anandan keyin mushu menda talay narsalar bor deb nurg'unlagan Uyg'ur qarindoshlarning ayni vaqtida bir chiqadigan bir erkak bo'lmaganlik tufaylidan mushu bir Zumrat Tursunninki oldiga chiqib, xalqni hissiyotlantirib, Erdo'g'onga tizlanib, nurg'un Uyg'urlarning ovozini elib,
Bugün kunlikda sürgün hukumatga qarshi gap qilganlarni qara kontida sening ovozingni qo'yib yetma, menda ovozing bor, burun degan gapingni yinib olsam, shu chog'da ovozingni qo'yma. Mana sizlarga bak diqqat qilinglar qarindoshlar. Dunyo siyosati har vaqt o'zgarib turdi. iPhone telefon, iPhone 3 chiqqandan boshlab iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 o'zgarib turdi. Bu insonning aqliy tafakkuri o'zgarib turdi. Burun biz dunyo Uyg'ur qurultayini qo'llagan, namoyishlarga chiqqanki, aldanganligimizni bilganki uyg'ondik. Ba'zi insonlarning fikri o'zgarib qolsa, buni sen ayni vaqtda munda deganding, mushu gapingni ching turishing kerak. Sen xoinni ham bisvatsan, andaq-mundaq deb shu insonlarga tahdid qildi. Nurg'un ayollarni, xonimlarni o'zining hatto yindimangan mushu Shveysariya Yarmamat Abdukerim degan odamni mening nomimda soqchilarga berdi. Soqchidan meni kelgan xatniki bor. Hatto meni ko'zinim, meni tuqqanim deb turib mening nomimda shunday ishlarni qildi. Keyindan qara ko'tida chiqib meni Xitoyning odami dedi. Agar men Xitoyning odami bo'lsam, sen mening tuqqanim bo'lgansan, men sen Xitoyning odami bo'lasan degan gap chiqdi menda. Ikkinchidan, seningdagi bu axloqsiz qilmishlar, bu insonlarni qo'rqitish, yurkitish, sen boshqalarga qilolganing bilan menga qilolmaysan. Sen boshqalarni axloq masalalarida u bu narsaga chetib kirganingda, meni hargiz iqtisodiy masalalarda, axloqiy masalalarda, insonlarga bir azor bergan masalalarda yoki bir aysh-shirat masalalarda sen hech qanday meningki sen u Xitoyda o'rgangan sunzi binfa taktiklaringni menga ishlatmaysan. Ben sana başına aniq deb qo'yay. Ben dedim, mening axloqimdan, yana bir narsamdan masala izlamoqchi bo'lsam, sen bizni tashlab qo'yib 2 soatdan keyin yotoqqa kirgach aloqda qizing bilan nima ish bo'lgan narsani ashardan so'ra. Agar qizim tug'ilgan telefon nomerimni so'rab qo'ymadi, chiroyimni qarab qo'ymadi desa, sen bu yerda meningki o'sha axloqim topsa. Agar mening ish putimni ko'tarib pulni olib aytgan bo'lsam, sen yana davomli to'kmatni qilib qilsang bo'laverdi. Men qandoq yerda sen qandoq javob berishni men o'zim bilaman. Sen boshqalarni qo'rqitib, boshqalarga tahdid qilib, mustaqillik da'vosi deb turib, yog'in qalpoqni kiyib olib, ish buzib, ish birligini buzib, qolgan xalqning xotinlarini qalaymiqan tillab, uni buni qilib qo'rqatganing bilan men tug'liq Hamidni sen hargiz qo'rqitolmaysan va boshqalarni qo'rqitolmaysan. Bu narsani sen Mirzatga qilib baqding, Ershadga qilib baqding. Men bu yerda Mirzat Yo'lbosninki yoki Ershadning olamda boshqa masalalarga bu yerga kirmayman. Men faqat o'zim bilan bo'lgan masala va men to'g'ri bo'lgan ishnikiga kiraman. Sen burunqidek bizni soldirib o'ynayman bir-birisiga, bunda o'ylab dushman qilma degan bo'lsang, seninki uxlab tushing. Biz u yerlarda o'tib ketdik. Ana Ershad bilan Mirzatning o'tirsa tushunishsiz bo'lganki, men o'zim o'tirib tushib, birdamning ichida yeshib buni hal qilib oldik. Biz qolgan ishni biz keyin Ershad bilan o'zimiz obdan paranshimiz. Nima bo'ldi ukam? Nima qilding? Biz sana nima yomonlik qildik deb biz o'zimiz gaplashib olaymiz. Balkim Ershadningki o'ziniki menga ochiq bo'lishi mumkin. Chunki Ershad mening sababim tufayli dadistilandi. Men darhol Ershadni elib sening adresini topolmadim. Men Abdushukurkamning ishida darhol keldim, Nigarning adresini topdim, bordim. Shu Ershad bilan paranglashgan vaqtimda dedi, "Aka, sen yurtvoz kelsa, mening ishimda sen mushta opirma dedim, hozircha opolmadim. Abdushukurkamning ishi chiqqancha akeldim" dedi. Abalning ko'ngilni men tushunaman. Senlar ashninki daqiqa uygalik meyitning namisi Xitoy o'ltirib chiqirib bersa, sen jalobning oldirib peqirtib, sen paskini jalob ashni peqirib qo'yinding. Xoin jalob, munofiq jalob Zumarat Tursun. O'shani sen yig'ib ol. Sen o qara kontongni Norvegiyaga kelamiding demay, konkretni naq adresanida Ershad ikkimiz berib chachab etmisan jalobni. Tushundingmi? Boshqa gap yo'q sana. Soqchiga boramsan, Norvegiyaning armiyasini qilamsan, biz kech ketmaymiz. Soqchini akab qo'yib turib, naq maydonda da'vo so'raymiz. Chunki bizningki san tutqizib qo'ygan yerimiz yo'q. Biz sendan qo'rqmaymiz, mana aniq bilib ol. Bu mashu nimaga bo'lgan nima qilishim, undan keyin menga shu ba'zi bir qizval menga aloqaga chiqib, hatto meningdan voy nima bo'lib ketdi u deb so'raganda, men bilmaydiganligimni o'zinglarniki shu kim degan bo'lsa, shuningdan hisob kitob ezishinglarni so'ranglar dedim. Men bilmayman dedim. Lekin endi ularmi menga yaxshi niyat bilan voy to'g'liqsiz esiltingiz, bu qanday bo'lganda bu do'sog'inim bo'lmaydigan şeyda bu universitetiga bu Gollandiyadami o Mao'y kirsanglar, o uyda, ma uyda o gapdan jiqliqidan asli
sening davlatingda mana 10-60 necha 20 necha tashkilot bor turib bir odamning psixikasidan masala chiqqan bo'lsa, bir odamning nima qilsa tashkilotlar nimaga ichilding berib ishigini chekib holini so'rab yenib kelatding, ishni hal qilatding. Qayson o'yin ko'rsa mushta xalqning diqqatining chechilishini, xalqning mushunda xo'rishini, xalqning psixikasini Xitoy buzyotdi, salla buzishni qilsa, ash ma'rif tashkilotlari, boshqa tashkilotlar, cho'pchi tashkilotlar, Abdurim G'ayri qayrandishimiz datto mashni hal qilayli, manda qilayli, chiroyli desa, qayson o'yin ko'rib o'tiradim. Shu bu yerki masala shu bu to'g'riliq men qisqa so'zlab qo'y dedim. Ikkinchisi qarindoshlar, qaysi kun menga yamanchi qadam so'rab ketdim, Abdukim Idrisni tutyapti-ku, to'liq Hamid afandi bular zot nimaga bordi bu yerga deb. Qarindoshlar, men o'tgan yili bir qatam naq maydon deb qo'ygan. Bular tilamchilik qilgani boradi. Qandaq desanglar, bizning Sharq Turkistonda zulm bo'layotganligi, Malayziyadagi ba'zi bir tashkilotlar hukumat bilan gaplashib, xalqdan Sharq Turkistonda zulm bo'ladi deb, xalqdan pul olib tashkilotlarga beramiz deydi-ku. Mayaqdan Ma'rifning Hidayatulloh bor edi-ku. Mayaqdan Abdukim Ro'shanlar berib, bular bilan kelishib pulni bo'lishdi-ku. O Malayziya hukumati deydi-ku, beshida Malayziya hukumati xalqdan yig'ilgan pulning 20%ni Malayziya hukumati qilib, 80%ni o'sha Ma'rif darniki islomni qalqon qilgan o'sha iblis munofiqlar oladi-ku. Uningdan keyin Ro'shan Abbas Abdukimlarni kelib qilgandan keyin shuning bilan bu talishib Tavjaxonjanamda talishib bu bahos tushgan gap. Shuning bilan eng oxirida Hidayatullahninki singlisi bo'lgan ishini ashu balanimi Ro'shan Abbas Amerikaga akitma deb shu Hidayatullahni Turkiya jamoatida sestib mana hozir shu Malayziyadagi pulga tamamen huquqlari bo'yatdi, kelayotgan pul. Bo'lmasa Malayziyada bizniki nima da'vo bor emas. Malayziyaniki o'zinglar bilasizlar. Iqtisodning ko'pinchisini Xitoy egallaydi. Masalan, bizniki hozir kelayotdi. Bular nima da'vo qildi? Tilamchilik qarindoshlar, tilamchilikdan boshqa narsa yo'q. Malayziya hukumati Malay xalqidan yig'ilgan pul, undan keyin buni o'sha Uyg'ur tashkilotlari bilan deyishdi-ku, biz 20% olamiz, sen 80% degan bilan bular muq qo'shaqitdi. Bular yillardan beri ashta qildi. Eng oxirida Tavjaxonja qilib, talishib, bu pul 50 bo'lishga kelgan chaqda u 50 ning 25ni Ro'shanlar bilan Hidayatulloh elib to'ymagandan keyin Hidayatullahninki ishini Abalning qo'li orqali chiqadi. Shuning bilan Hidayatullahninki siyosatdagi yo'lini bu kesdi. Hatto Dunyo Uyg'ur qurultayining ichidagimi Do'lqin Aysa Nuri Turklarning ichiga Juliyani tiqqan, Nuri Do'lqin Aysalarninki axloq masalalarida ig'ir tasibchiligini botirib, shu turk qizvalni bilgaydi. Anonki Amerikadagi shu Nuri Turklarning Juliyani tiqib, o'zininki Dunyo Uyg'ur qurultayining ichidagi o'rnini mustahkamladi. Bu shuning uchun bu shundoq eski bir ishplas qo'lidan har balo keladigan, xalqning uyini buzadigan, axloqsiz qilmishlarni qiladigan mashinaning kayniga xobi shansiga atlas bilan do'ppini otib qo'yib kechikilab yotoq saymonni izlaydigan bunda paskillarni men ayni vaqtda chiqib rasvoyi azam qilgan vaqtimda Norvegiyadagi qo'ltiq quraydigan Zumrat Tursun chiqib, voy bu degan mening qizil siziqim deb anavidikan bular bir qarindoshlar, bir o'din chiqyapti. Bular yag'an. Bu soliqlarni mustaqillik qilayotganmi yag'an, g'olamningmi yag'an, bular Ibrohim Damullam, Pokistonda shu Abdat Nur, shu soliqning dadisi, shular hammasi mujohid bo'lib, Xitoy tarbiyalab chiqarib, bir qism o'qimagan yoshlarni din bilan tabrlab, ularni Pokistonga chiqarib, bular birlariga ko'k bayroqni vatanga tiklaymiz desa, yo'q, avval islom dushmanlarini, kofirlarni yo'qitamiz deb, qora bayroqni Amerikaga tiklaymiz deb, mushta qon to'kib, bizningki chegirning bo'yidagi da'volarimiz yo'qib tashlaganlar, asli ishning ichiga maynachiliklar mushlar. Mushlarni Zumrat Tursun bilmamda, hammani biladi qarindoshlar, qana bilmaydi. Bilmaydigan ish bormi? Mushunda qilib, kim men chiqqandan keyin bu ishlar nima qildi? Undan keyin Dilyar Musabay apandim, Ruqiya xonim, Nijat Turg'un akademik usullarni yeshpadi indigenes qilayotganimizni, mushunda tashkilotlar yaxshi o'yg'on deb birlashimiz chog'da bular o'ynayotgan o'yinning cho'ngib ketib, mustaqillik degan narsaniki cho'ngib ketib, xalqning birlashishidan qo'rqib ketib, Xitoydan besim kelgan ekan, darhol tashkilotlarni buzib tashlabatdi.
Bo'lmasa shunda yaxshi ketayotgan ishlar deb. Bular shu bizniki hammasi qarindoshlar shu nimaninki. Bo'lmasa nimada kech kunduz xalqning ovozini yig'ib, xalqni to'rda tillab, millatni pochilab, parampoch qilib, zaten teshida bari shu. Sen o'zingni pokiz, men pokiz, mening qo'ngam pokiz esa, sening qo'nging pokizlik qilsa qanday isbotlab bera olaysan? Sen butun ishni buzding shu da'voning ichidagi. Butun birliklarni buzib etding, xalqningki akademiya xonim qizlarga haqorat qilding. Tamam. U ishningmi, u tumarisnimi Xitoy bilan qechib ketdi degandan-ki, u betnomisni shu erkinsizlikdan nim qilganligi aniqlandi. Erkinsizlik chiqib ayni vaqtida shundoq berdi. Sen demak, mushlar bilan bir bo'lmasang, u yolg'onlardan nim qilmasa, ayni vaqtda soliqlarni tillagansan. G'olamni voy qarg'uga chiqar, sotqa chiqamiz degan. Chunki g'olam sening Malayziyadagi Xitoy konsulini apaq-chapaq o'tganingni, ishlaringning bitmay konsuldan kedanmaganingni, Ürümchiga chiqib, anangning, singling balarini boshqa ismlar bilan akagining, uningdagi o'zingning Zulfiya Ahad degan isming bilan Norvegiyaga Zumrat Tursun degan ism bilan panohlik tilaganlaringni ayni vaqtida g'olam ishlarni ismingni chiqarmagan ahvolasiga shariylab bersa, chiqa qarg'u qotil, u bu deb tilgan sen. Uningga seninki barliq atrofingdagi hamma sen bilan yurganlar. Sen yiningda yurgan Erkin Rozi, Zikra İsa, men hammasiniki sen seninki nacharligingni bilib o'ygangandan keyin sen hammasini tillading. Hammasini sen birdan ishlab chiqding. Hatto shu sen uchun urushib ketgan shu Yarmamat Abdukarimdan sen toza foydalanib, eng oxirida shuni mening qo'lim orqali joylamoqchiligimni men bilib qoldim. Shuningga men jimmida turib saqchining qog'ozini kutdim. Chunki seningmi bir kun men ishlaydiganingni bilaman. Anonikan aning ovozini e'lon manikin degancha men ko'parak qilib, sen bundaqla emasam sen juyatmisan deb, men izqashin deb o'zingninki shu qorlaylisi degan email adresingda Google Drive'dan sen elib, men isbotlarni hamma to'g'lab qo'ydim. Sen bilaman, har qanday vaqtda xalqning oldida olamda, sotning oldida, saqchining oldida olamda, men har qanday vaqtda sen bilan qo'lam ko'ksimda men deyish olayman. O'kini o'zingchi qari chiprandaylik akkauntingda voy o yana bir ichilgan akkaunt mening emasam qo'qtib deb qolsa, sen uxlab tushing, to'liq hamid hayotida bisidan qo'rqmaydi. Mani sen aniq bilib ol. Konkretni adresingni tashla, men senga qanday qiladiganimni ko'rsatib qo'yaman. Shu chaqda ko'rasan. Qanday bo'ladiganini, sotning qanday mangadiganini, saqchining qanday mangadiganini sen ko'rsatib qo'ydim-ku. Shunga o'xshash men senga ko'rsatib qo'yaman. Shuningga qarindoshlar, bular bu ishlarni buzib etdi. Bu Ro'sha Abbaslar, bular Malayziya tilamchilik qilyapti, u yerda da'vo yo'q qarindoshlar. Shuningga men yana desam, yana shu Suriyalik qarindoshlar, bu iliqi xo'taliklar chiqib olsanglar, bu Abdukim Xo'tannabi bunday Malayziyani tutib ketdi deb, bu qahramon deb uning ishinib ketmanglar. Bular Amerikaning propaganda o'ynaydi gapni o'chig'in desam, bak ko'p kelsa sizlarni shu Afg'onistonning bo'yiga opirib, sizlarni ya shu Pakistondagi ba'zi bir guruhlar bilan salado ya Xitoy tahdid qilib Xitoydan davomli bizni 15 yil, 20 yil bizning kishilik huquq da'vosini qilib Xitoydan pul topdi. Endi yana sizlarni qurolli askarlarni uyaga bu yoqqa olib qo'yib, Xitoyni qo'rqitib, yana balkim 20-30 yil o'zining pulini tepishi mumkin. Sizlar hargiz o temalarga ketmanglar. Menmo hatta Shvetsiya hukumatiniki parlament a'zolari bilan ko'rishgan vaqtimda sizlarningki mansubiyatinglarning Sharq Turkiston ekanligini, bizningki uluslar askarimiz bo'ladiganligini, biz mushundaq bir guruhning chiqolmayotganini, muajiratda bo'layotgan ishlarni biz deb menayotgan muxbirlar, chet elningki bexatarlik idoralari va boshqa yerlar bor qarindoshlar. Shuningga hushyor bo'linglar, sirtdan kirgan undaq shuhrat nimadak narsalarga undaq ishqoninglarni berib, nimalarni to'kib berib qilmanglar. Bu armiya degan davlat ichidagi davlat degan gap. Bütün devletini tutup turadigan bu armiya. U yerda qon to'kdinglar. Endi Sharq Turkiston uchun to'kadigan vaqtinglar oldimizga 10 yilda keladi. Shu bu. Endi oxirida men uchun menga barcha qarindoshlar gaq ketdi. Men telefonim yeri ketay dedi. Dilyar Musabay apandim da'vodan chekinibdi. Dilyar Musabay apandim umidsizlanib ketdi. Dilyar Musabay siz qattiqroq gap qilgan bo'lsangiz, Mashunda deb menga qildi. Qarindoshlar, mening Dilyar Musabayga gapilgan, mening gapimni Dilyar Musabay anglagan bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Albatta o'zimning shaxsiy ishlarida ba'zi bir masalalar kelgan chog'da, siyosiy narsalar kelgan chog'da maslahat olaman.
ham mındaq bir muhim mında bir skandal narsalarda men maslahat olaman. Bo'lmasa mening telefonimni olmaydi normalda. Ham Dilyar Musabayga men 2022da 23da Baxtiyor Nasirning uyining oldidan qaytgan vaqtimda bir voqagan ash vaqtida qaytib sen yo'qolib ketdi 10 ming imzoni elib deb. Chunki o chaqda biz uningga 10 ming imzoni yig'ib bergan. U eliblam jimib ketgandan keyin uningga meningki vaqirash huquqim batdi. Chunki men safarbarlik qilib mana shu do'stlar orqali bo'lgan imzo harakatidan keyin biz natija qozonib biz yig'ib bergandan keyin bu iplam yo'qolib ketgandan keyin nima qildik? Keyin anadagi Amerika mustaqillik ko'rish da'vo qilganlar imzo to'plab kelinglar degan chaqda bir chiqib endi biz mangamiz degan vaqtida ish buzilib ketdi. Qarindoshlar, sizlar qiziqkansizlar qarindoshlar. Bu butun millatningki bu da'vosini bir To'g'liq Hamid, ya bir Dilyar Musabay, ya bir Nijat Turg'un, ya bir Ruqiyat Turdosh va yoki boshqa odam quvamagan. Aşçaqda qarindoshlar 30 tashkilot sizlarni boshqa shu zumratlar, g'olamlar tillagan chaqda hammanglar beshinglar ichinglarga tiqib oldinglar. Tomarisni tillagan chaqda ichinglarga tiqib oldinglar. Insof bo'lsin. O'zinglar men yoshlar qurultiyi uchun nima ish qilib berdim? Dilyar Musabay uchun nima ish qilib berdim? Desanglar bo'ladi. Qanchalik tashkilotga qanchalik pul bera oldim? Xalqningki o bilim bo'lgan bilan u birla odam o'zi u necha qaytam dedi, men odamni qiladigan 9 odam bo'lish kerak, bu 9 bo'lmasam 6 odam bo'lish kerak dedi. O'zinglar atrofidagilar nima qila oldinglar, qanchaliklar bepani, qanchaliklar xoinlik qildinglar, o'zinglar bilasizlar. Shuningga men u Dilyar bilan gapim o'tmaydi. Amma men bu to'g'risida Dilyar Musabay bilan paranglashmayman. Ham mening gapim qilgan yerdimni o'tib ketdim. Xalq o'zinglarda gap. Aşı Tomarisni tillidi, boshqa Dilyarni tillidi, birliklarni buzgan chaqda hech qaysinglar chiqib gapirmadinglar. Men chiqib gapirdim, Irshad chiqib gapirdi, anodagi uni tugab ketgan dadisini tillidi, bizning uydagilarni tillidi. Biz bo'lmasa uning bir yeyotgan tomoqni qozinni chiqib etmadi. Nima deb o soliqning tag'isniki milliarder ash otish qilib qisyapti. Behram Sintashnikin deydi ekansan, nima deb bunikin demaysan? Nima deb Foshichi bilan ko'rishib yurib ish qilayotganini bir selak bilan birga yurgani maynatchik po'xtanchi yurganini o tag'is bilan ko'rishib turgan. Nima deb ularni oshmaysan? Biz beshida yapqan to'qibdi, xayr qilibdi, lekin mamlakatni shir qilamiz desak, qilmadi. Chunki qilmaydi. Nima uchun otish panschi deymiz? Sayfullah o'zi shu barning qilayotgan qancha sabdishini satdi, qanchalik xoinlik qildi, qancha odamning o'lishiga sababchi bo'ldi, bolasini otishni ochiqish uchun otish banscholar bilan, anchalar bilan nimalarni gaplashdi, Xudoyim o'ziga mana. Buning tegidaktini kim bildi? Abbas ailesi bo'ladi. Abbas ailesi bor. Dilshod Raishdan qolsa, muajiratga Xitoy josuslarning ochidagi xeyli cho'ng josus ailesi va josuslarning biri bo'ladi. Shuning uchun bu ishlarni, shuning bu g'olam, bu sürgün hükümetkiler bular o Roşan Abbas'a qat'iy tegamaydi. Bultu bizden birlikimizni buzib etdi. Bultu nima deb aşağıya bütün akademik hammasi yig'ildi. Bir yig'izga qilib qo'ymadi boshdan. G'olam bir yig'izga qilmadi. Desa, o'zining tag'ida, bag'da otishdan qanday tarbiyalanib chiqqan, Beyjingga qanday borgan, Sayfiddin bilan nima maqsad bilan ko'rashgan, bu ishlarning tegi hammani ichib yetadiganini biladi. Shuningga qarindoshlar, bularninkini bir yerda shu, ya'ni degandekidek endi Dilyar Musabay endi chiqamdi, chiqmamdi, o men bilan aloqasi yo'q. Mustaqillik da'vosini qilamdi, qilmamdi, mening bilan ish yo'q. Men o'zimga ega. Men haqiqatan mana shu Abdushkukamning ayoli, mana shu marabadamni shig'arlashdim. Buningdan keyin haqninki uy ajrishamdi, tutamdi, satamdi, yemdi, da'voni petig'damdi. Mening ishim yo'q. Chunki bu yolg'iz bir To'g'liq Hamidning ishi emas. Mening beshimga kun kelgan chaqda, mening beshimga bir ishlar kelgan chaqda, hammanglar shu chiqib shu o'yin ko'rdikansizlar, birasinglarningki bir necha yaxshi bir sabdoshlarimiz bor. Masalan, Bilal Ibrohim Turkistoni, Yaponiyada Abubakr akamiz shular yurak berdi, ayrim hollarda telefon qilib ahvolimni so'raydi. Mungdishimiz hatto Yaponiyalarga bo'lsak oldimizga chiqdi. Biz ko'rishda mushlar bir qarindoshlarimiz bor. Mushlar bilan yaxshi o'tib, men mushlar bilan kishilik munosabatimni saqlab, siyosiy jihatlarni bular bilan parangni qilmayman. Chunki men ko'rdim ham ishni. Dilyar Musabayniga kelsak, u qilamdi, qilmamdi, u o'zining ishi. Men ayni vaqtida imzo dedi, imzoni yig'ib berdik. Undan keyin birlikda mushlar buzib etdi, lekin ba'zi tashkilotlar sizlarni insof qilinglar. Voy Dilyarning qo'ldan keldi, voy Dilyarning qo'ldan keldi deb, Dilyar Musabayning tashkilotidagilar haqorat kuchirgan chaqda, ashu
satkaplar bilan tillagan chog'da birasini kirib, bir-birisiga taqitib, shuni o'qib, ko'rib, o'ynab, kulib, mundaqkanda deb qo'shta qildi ekansa, birasing buning egi chiqmagandan keyin u vatanga egi chiqmaydigidan abaylagan mustaqillikqa. Po'qolan tang olamdoq deb qo'ydigan Allohga. Po'qolan tang turadigan po'qmi bor, bo'lmaydigan bu po'qva. Akallaning po'qi bilan qo'yning po'qini o'g'it qilib pishirtib, meva-chevalarni, ko'ktatlarni, diyak terg'anniki o'xshash ba'zi po'qlarni ishiltib, men xalqni uyg'otqini, qilayotgan mehnat ishlarini ko'rsatib, xalqni uyg'otqini nima qilgani bo'ladi. Po'q desak po'q chiqga bu mojaro 90%. Shuningga qarindoshlar, mening deydigan gapim shu, naq maydonimni qisqacha shu bo'ldi. Xudoyim omonat, aman bo'linglar. Endi sizlarga men Facebook sahifamda o'zimning shaxsiy turmushlarini, anodagi olib ko'rsam saqapandim bilan namoyish bo'lsa namoyishni, belaq tutqinimni, naqsh etkinimni, ko'ngillik turmushimni bahirlama. Endi sizlar bilan siyosatda sizlarning dardinglarga darmon bo'lgan to'liq Hamid apandim sizlar bilan xo'shlashdi. Xudoyimga omonat.